Assalomu alaykum hammaga, ish bor. Sizlar bilan har doimda Behzod Mamajonov, siz asr vaqti yutgan tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, ish bor. Moskvada Derevni Sharabi Vnukova tomonidan bir oyda bir marta oylik 10 bilan 15 arasida kartaga tushadi. Ish ofitsialniy turda oyda ko'r uylarni qilib beradi. Yotoq joy общита бесплатный, registratsiya qilib beradi бесплатный. Ishxona bilan yotoq joyning arasi 10-15 minut pichkom yo'l. Mana ko'rib turibsiz, bu sklad Pochta Rossiya, bu yoqda esa общита. 3 ta skladda ish bor. Hozir o'zlaridan so'raymiz, qachon avans beriladi va oylik qachon tushadi. Ma'lumoti to'g'rimi, yo'qmi? O'zlaring guvoh bo'lishlari mumkin. Hamma ma'lumotni bilib, undan keyin telefon qilsang bo'ladi. Toza patent Moskva, Moskovskiy oblast bo'lish kerak. Bundan tashqari kimda Europisi bor, Vendis bor, farqi olaveradi. Erkak, ayol hammaga joy bor. Moskva va oblastdan garantiya chiqmoqchi bo'lsalaring, Orifjon akaga murojaat qila olasizlar. Mana komfort mashinalar, odamlar jo'nab ketishyapti. Sizlar ham sog'-salomat xudo xolsa borib kelasizlar. Ekranda nomlarga bemalol telefon qilishlaring mumkin. Assalomu alaykum yana bir bor. Siz qayerdansiz? Qashqadaryodan. Qancha vaqtdan boshqa kompaniyada ishlayapsiz? 3 oydan beri ishlayman. Oylik vaqt olyapsizmi? Da. Har do'sham avans to'g'ri-mi? To'g'ri. Oylik qachon tushadi kartaga? Oylik 15 da tushadi kartaga. Kech qolsa 15 ga tushadi, ha? Da. Turdoyda ko'r, udamlikni hammasini qilib beradi. Yotoq joy haqiqatan besplatniy, to'g'rimi? Besplat. Siz qaysi skladda ishlaysiz? Artfruit sklad. Artfruit. U yerda nima ish qilinadi? U yerda shu meva-cheva, har xil sabzavotlar. Upakovka qilinadi yoki boshqa ish qiladimi? Upakovka, sabirat, garob. Tak, sizniki zderkami yoki soatbaymi? Soatbay. Qancha svidasi? 12 soat ishlanadi. 3800 dan beriladi. 3800 dan beriladi, to'g'rimi? 3800 dan misol uchun 30 kunga yoki kimdir 28 kun ishlaydi. Pulini chiqarib olsa ham bo'ladi. To'g'rimi aka? To'g'ri. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Siz qayerdan? Dushanbe, Tojikiston. Qancha vaqtdan bir kompaniya O'zbekda ishlayapsiz? 2 oy bo'lyapti. 2 oy bo'lyapti. 2 oydan oshiq. Qaysi skaladdasiz? Dixi. Dixida. Dixida mana 2 oy bo'lyapti. Kelib ko'ryapsiz, ha? Misol kim qancha oylik olyapti eng patolog misol? Eng patologi 7,5 ming oylik oluvchi bor, 7,5 ming. Kuniga, to'g'rimi? Sizlarga xuddi shundoq mana shu narsalar bor, ha? Obed sizlarda bepul, to'g'rimi? Nima beradi obedga? Obedga shu 2 xil ovqat, choy, non hammasi beriladi. Bu yerda 3 ta skalad bor-da, mana ikkitasida bepul, to'g'rimi? Skalad sizlarda obed bepul, yana bulardan bepul, to'g'rimi? Yotoq joy, registratsiya dokumentlaringga hamma narsasiga yordam beradi. Rahmat sizga. Aka, Rossiyaga yangi kelgan odamning 5 ta problemasi bor. Bu problema nima? SNILS, biometriya, usluga, SIM karta hamda bank karta. Mana shu muammolarni bir joyda hal qilsa bo'ladi. Bu adres qayer? Orqamda Metro Tulskining 2-VXda shu yerga kelasiz. Mana shu ko'rib turganingiz Торговый center Kорабль. Shu yerga kirasiz. Orinter naprotiv Sberbank. Atiga 500 rublga o'zingiz uchun SIM karta sotib olasiz. Qolgan barcha uslugalar tekinga tushadi. Rossiyada o'zingizni ehtiyot qiling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz mana shu skladda qancha vaqtdan ishlayapsiz? 2 yildan beri ishlayman. 2 yildan beri. Bundan oldingi videoda ba'zi bilayaptiki, bu skladda 2 yildan oshiq ishlagan odam bormi? Mana bor. Aka, siz ismingizmi? Qayerdansiz? Ismim Umar, Tojikistondan Xo'janddan bo'laman. Xo'jandni qayerdan bilasiz? Spitamindan bo'laman. Novdan bilasiz. Novdan. Aha. 2 yildan ishlayapsiz. Pochta skladda. Eng ko'p qancha oylik oldingiz? 180 ming oylik. 180 ming. Yotoq joy besplatniy, to'g'rimi? Registratsiya besplatniy. Ishga shu pochtaga pichkom borib kelasiz, to'g'rimi? 15 minutda yo'l. Sizlarda hozir mana kelyapti, erkak, ayol, ishlar nimadan iborat? Misol bilmaganlar bor-da, aka. Kesin ishlasam mana har dushanba kuni avans beriladi, yotoq joy bepul. Mana kesin ishlasin. Ish nimadan iborat? Nima ish qilasiz? Men pekuraman. Ishtirok bormi, yo'qmi? So'ramay chiqsa ishtiroki bor. So'ramasdan ishdan qolsa-da, to'g'rimi? So'ramasdan ishdan qolsa. Ichkarida ishtirok olganmisiz? Mana to'g'risini ayting-da. Yo'q. Ishtirok bo'lmagan. Aka-ukalar, bu sklad hamma joyda отчетность degan narsa bor-da. Kimdir keladi, o'zi ishlay olmaydi, kommentariy yozadiki, bular aldet deydi. Hozir sizlarning shu kompaniyada option ishda odam bor aka. Option 200 dan oshiq odam bor. 200 dan oshiq odam bor, to'g'rimi? Hozir bularga sezon boshlandi. Sezon har yili 1-fevral martda boshlanadi. Bu yil endi mana 7-apreldan boshlandi. Odam kerak, nechta bo'lsa qabul qiladi. Sezon boshlandimi, skilayotgan tovar ko'pmi? Tovar. Nechta tovar uribsiz hozir? 5 ming, 6 ming uriladi. 5 ming tovarni 1 necha kopekdan? 1.12 dan uriladi. 1.12 ko'paytirasizlar, kuniga qancha kilo puli chiqib keladi, to'g'rimi? Shunday. Sizni ko'rib turgan novliklarga nima deysiz? Kesin mana ishlasin. Ishni qilsin, pulni qilsin, to'g'rimi? Ishni qilsin, pulni qilsin. Aka-ukalar, bu kompaniya 2022-yilda tashkil topgan. Biz
2023 dan 2024dan boshlab reklama qilamiz. Biron kim aldab yoki biron narsa qilgan joyi yo'q. Yotoq joyi bor. Mana общежитие orqamizda turibdi. Va shu yerda hammasi qiladi. Avtobusga men, marshrutka men unaqa narsa yo'q. Ishdan chiqdimi, peshkom ishga borib keladi. Nexus qiladi bu tomonda, juda ham yaqin. Pochta qiladi mana bu yerda. Kelib ishlashlaring mumkin. Faqat polniy paket dokument bu odamlar pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar. Kelib o'zlaringiz suhbatlashib, hammasi ma'qul bo'lsa, keyin ishga chiqishlaring mumkin. Shu videoni ish qidirib yurgan dokument bu odamlarga tarqatib qo'yinglar, savobga sherik bo'lasizlar.